Yaxshimisilar? 2 yildan ortiqroq vaqt har kuni degidek uyda xizmat qilib kelgan. Hamda hozir yaqindan buyon haftada bir kun cho'qim xizmat o'rnimga berib ishlashim shart. Shunga hozir mana mahalladagi avtobus bektida avtobus saqlab turyapman. Yuguraydiganlar bor, balalarini chiqadiganlar, ishlarini namozga chiqadiganlar bor degandek. Kartı bilen çıkına avtobusqa keldi. Hazır avtobusda xizmat o'rnim ketyaptimi? Mahallamdan 2 xil avtobus bor xizmat o'rnim bordigan. Biri bevosita shu xizmat o'rnim bordi, yana biri Pentagon, yani 5 burchaklik binoning oldiga berib to'xtaydi. Bugun chiqqanim dal shu Pentagonga bordigini. Pentagonda, yani 5 burchaklik binoning oldiga tushib qolgandan keyin men metroga o'tirib bir bekat mansamla xizmat o'rnimga boraman. Independence Avenue Southwest. That's the Capitol Hill. Xizmat o'rnimga mana hozir keldim. Voice of America'nın şuarı A Free Press Matters. Erkin axbarat muhim. John F. Kennedy'nin bu yerde Voice of America doğrusunda degan naql so'zi yozilgan. Mana ishxonamga kirib ketyapman. Xizmatdan tushdim mana.